Assalomu qadrli obunachilar, ko'p akalarimiz 100 talik bezelli, salarkali nasoslardan so'rashyapti. Boshidan oxirigacha tushuntirib o'tamiz. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, telefon raqamlarimizni qo'yib qo'yamiz, zakaz qilishlaring mumkin. Xo'p, 100 talik bezelli nasosimizdan boshlaymiz. Motorlari 190 motor bo'ladi. Masli datchilari bor. Soatiga 80 tonna suv tashiydi akalar. Hop, metrajlari 8 metrdan so'rib oladi, 15 metr tikkaga haydaydi. Bunaqasiga ketishi 500 metr, 600 metrga bemalol haydab beraveradi. Hop, komplektida akalar 30 metr pajanli shilankasi bo'ladi. Mana 30 metr pajanli shilankasi, zugonlari bo'ladi. Metanga, propanga, benzinga ishlagan variantidan ko'rsatib ko'rgan akalarimizga mana metanga ham, propanga ham, gazga ham, oqma gazga ham ishlaydigan variantidan yetib keldi akalar. Hop, komplektida 30 metr pajanli shilankasi zugoni bilan narxi akalar 3 million so'm, 2,5 million so'mdan boshlanadi. Hop, 100lik so'ragan akalarimizga salarkali baquvvat bo'ladi ko'rganlarga. Motorlar 186 soatiga 100 tonna suv tashab beradi akalar. Salarka rasxodiga kelgan bo'lsa 500 grammdan 1 litrgacha rasxod qiladi akalar. Bunimiz ham komplektida akalar. Hop, zugoni 30 metr pajanli shilankasi, eng qizig'i akalar bu starterga zavat bo'ladi. Starterga zavat bo'ladi, akkumulyatorlari bor akalar. Bunimizning narxi akalar 6 million so'm. Kimga qiziq bo'lsa telefon qila olasizlar. Suv nasosi turidan bor akalar. Gulubinka deganlar, Gulubinka bag'da aka 50lik, 76 har xil variantidan bor akalar.